Davom etamiz. Viloyat ma'naviyat va ma'rifat markazida O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan diniy soha vakillari ishtirokida zakovat intellektual o'yini tashkil etildi. Navbatdagi lavha shu haqda. Navoiy viloyati hokimligi, O'zbekiston musulmonlari idorasi, Navoiy viloyati vakilligi, Navoiy viloyati ma'naviyat va ma'rifat markazi hamda tafakkur yoshlar targ'ibot markazi hamkorligida tashkil etilgan tadbirda viloyat, shahar va tumanlardan tashrif buyurgan imom xatiblar, diniy soha vakillari hamda ulamolar ishtirok etdi. Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad muqaddas islom dinining tinchlikparvarlik, bag'rikenglik va ma'rifatparvarlik g'oyalarini keng targ'ib qilish, diniy soha vakillarining intellektual salohiyatini yanada oshirish, ular o'rtasida o'zaro hamjihatlik va bilim almashish muhitini mustahkamlashdan iborat bo'ldi. Bellashuv davomida jamoalar hadis ilmi, islom tarixi, milliy va ma'naviy qadriyatlar, O'zbekiston tarixi hamda umumiy bilimlar bo'yicha berilgan savollarga javob berish orqali o'z bilim va tafakkur salohiyatini namoyon etishdi. Muhtaram yurtboshimizning tashabbuslari bilan juda ko'plab sohalarda katta yangiliklar, islohotlar amalga oshirib kelinyapti. Xususan mana shunday zakovatga o'xshash bellashuvlar yana ham imom domlalarimizni, ularni o'rnak o'laroq xalqimiz, yoshlarimizni ham kitobga bo'lgan, ilmga bo'lgan muhabbatlarini yanada inshaalloh ziyoda qiladi degan umiddamiz. Alloh taolo bu yurtdan, bu millatdan yana shunday o'tgan ulug' ajdodlaridek butun insoniyatga ilm va ma'rifatni ulashadigan buyuk insonlar, olim va ulamolar chiqishligini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Bellashuv yakuniga ko'ra, hakamlar hay'ati qarori bilan faxrli birinchi o'rin Xatirchi tumanining Gadoy Selkin jamoasiga nasib etdi. G'olib va sovrindorlar diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Viloyatimizdagi barcha tumanlarning ichida bizni Xatirchi jamoasi birinchi o'rinda oldi. Avvalo imom xatiblarimizni bu bilan chin qalbdan muborakbod etaman. Bundan keyingi bizning taassurotimiz shundayki, imom xatiblar albatta xalq bilan ishlaydi. Xalqning ichida har xil soha vakillari bo'ladi. Ular o'qituvchi bo'lishi mumkin, shifokor bo'lishi mumkin, boshqa soha vakillari. Ular bilan ham imom degani asli peshqadam degani, ularni tafakkuri, ularni bergan savoliga javob berishlik uchun ham dunyoviy ilmlar bo'yicha ham imomlarimiz albatta peshqadam bo'lishi kerak. Ta'kidlanganidek, bu kabi intellektual bellashuvlar diniy soha vakillarining bilim va salohiyatini oshirish, ular o'rtasida o'zaro tajriba almashishni kengaytirish hamda jamiyatda tinchlik, hamjihatlik va yuksak ma'naviyat g'oyalarini qaror toptirishga xizmat qiladi.